Mana ahli quyonchilar hikol quyonlardan so'ragan obunachilarimiz ko'paydi. Hikol quyonlari mana bor joyga keldik, Andijon shaharida. Qo'chqorota qabristoni oldidan kirganda mana shunaqa hikol quyonlar tayyorlari ko'rishingiz mumkin. Mana eshitlar ham yaxshi katta-katta. Samkalar qo'shib qo'yilgan ekan hammasi, bolalar ham yotib ekan. Bu samka. Bu yerda mana bolalari bilan mana. Bilasizlar, hikol ko'pgina tug'ib bolaga zo'r qaraydi. 10 ta 11 ta bolasi bor ekan. Mana bu yerga ham bolalar yotganlari bor ekan. Bu yerda ham bolalari bor ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Mana bu yerda yosh malado'ylardan bemalol aloqa chiqib xarid qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar oila gnezdosi bilan birga olsanglar, 10 ta 11 ta bolalari bilan olsanglar ham bo'ladi. Bu ham mana tug'ishga harakatda bo'lgan ekan. Mana bu ham yoshlarda. Aloqa chiqarasizlar, telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz mana. Mana go'shtni chiqmoqchi bo'lganlarga mini fenol qilish imkoniyatingiz bor. Xohlasanglar bitta kelib, optim bitta baraka qilib gaplashib olib ketsanglar ham bo'ladi.